Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan sizlarning doktorlar Muhammad. Siz doktorim kanalidan tomosha qilmoqdasiz. Xo'p, va'da berganimdek, ikkinchi video prostata beziga oid probalarni gaplashamiz. Ya'ni STEMI va MIRS'ni ayirsa-deb ham gapiriladi. STEMI MIRS'ni 4 stakanlik probasi haqida gaplashib o'tamiz. Bu nima uchun qilinadi? Bu qaysi organda, organizmda kasalligi bor va nima uchun bu prostata bezi kasali doimiy kasallanyapti yoki xronический formaga, ya'ni doimiy prostata bezi kasalligi o'tyapti. STEMI MIRS yoki STEMI Myers degan 4 ta stakanga olinadigan proba bor. Bemor 3-4 kun jinsiy aloqa qilmaydi. Birinchisi. Ikkinchisi, ich qotadigan yo boshqa bo'lsa bir qator analiz olishdan bir kun oldin klizma aqlni ichini keltirilib oladi. Uchinchisi, bemor toza va chov oraliqlarining gigiyenasiga rioya qilib oladi. To'rtinchisi, bemorga 400 ml suv ichiriladi yoki bo'lmasam biror xil suv yo'liga ichiriladi. Men dog' suv bergan bo'lardim. Keyin bemor kutiladi va siygisi kelganda birinchi idishga 10-12 mg siydiriladi. To'xtatiladi. Ikkinchi idishga 100-150 g sidiy olinadi. Keyin sidiyni to'xtatiladi. Orqa proxoddan barmoq tiqib, prostata bezini massaj qilib, 3-idishga prostata so'ki olinadi va prostata so'ki olinib bo'lishiga bemor chantirib, ya'ni aytasiz bemorga iltimos shu qolgan siydigingizni mana shu 4-stakanga siyin deysiz, 4-stakanga siyiladi. Nima uchun stakan deb gapiryapman? Chunki shunaqa maxsus bokslar qilinishi kerak va ular steril toza bo'lishi kerak. Aseptik, antiseptika qoidalariga albatta ehtiyot bo'lib rioya qilish kerak. Aytgancha azizlar, bu analizni topshirish oson emas. Sababi siz birinchisiga 10-15 g siydigingiz to'sganingizdan keyin, ikkinchisiga 100-150 g siyganingizdan keyin yana siydigingizni qatirib to'sasiz. Keyin orqa proxoddan barmoq tiqib prostatani massaj qilishi bu juda og'riqli proses. Buni prostata bezi massaj qildirganlar juda yaxshi biladi va bu so'k chiqqandan keyin, ya'ni siz massaj qilib turib orqa proxoddan barmoq tiqib siz so'kingizni olgandan keyin olatga chantirib siyish ham bu azob. Chunki siz engashib turasiz va kushetkada tizza va qo'l tirsaklaringiz kushetkaga tekkan holda bo'ladi. Shunaqa bir ajoyib pozada bo'ladi. Ana undan keyin mana shu 4 ta olingan sizdagi porsiya macha va prostata so'kini idishlarini bakteriologik laboratoriyaga jo'natadi va tekshiriladi va shundan keyin sababi bilinadi. Nima sabab bu shamollashga yoki bo'lmasa prostatitga yoki bo'lmasa siydik chiqarish a'zolarining kasalligi nimadan? Virusmi, bakteriyami, zamburug'mi yoki bo'lmasa boshqa narsami yoki infeksiya, jinsiy aloqa vaqtida yuqadigan infeksiyami yoki shu kabilar. Endi undan tashqari yana bir narsa aytib o'taman. Agar siz o'zingizda ertaman turganingizda yoki bo'lmasa peshob qilganingizdan keyin achishish, qichishish yoki shu kabi holatlarni sezsangiz yoki quvg'ingiz oxirigacha bo'shamayapti, ertaman tursangiz olatni uchidan oq mani suyuqligiga o'xshagan vidileniya kelyapti yoki yiring kelyaptimi? Albatta ertamangi peshobni to'kmasdan analiz topshiring, ya'ni mazok izoretrina mikroflora deydi. Olatni uchidan mazok olib, uni mikroflorasiga tekshiriladi va qanaqa infeksiya borligi haqida ham oydinroq sizga e'tibor kiritiladi. Xo'p, va'da bergani mana STEMI va MIRS'ni, Myers'ni probasini aytdim. Ya'ni bu holatda, bu tekshiruvdan keyin albatta sizda qanaqa kasallik bor, ya'ni bu prostatitmi, uretritmi yoki bo'lmasa boshqa bakteriologik infeksiyami, xuddi shu holatdan keyin to'g'ri lecheniyaga o'tiladi. Sizdagi chiqqan mikroblarda albatta uni chustvitilnostini ko'radi, qaysi antibiotik yoki qaysi preparatga chustvitilnosti yaxshi va shunga qarab sekin asta davolanadi. Davolanish vaqtida yomon odatlaringizni tashlaysiz. Birinchisi, ichish, chekish, narkotik vositalarni iste'mol qilish yoki shu kabi narsalar, kalyan, elektron sigaret. Ikkinchisi, albatta jismoniy tarbiya va jismoniy harakatni doimiy hayotingizga kiritgizasiz, kerak bo'lsa haftada 3 kun zalga borasiz. Uchinchisi, agar semirib ketgan bo'lsangiz, endi holatingizga qarab 10 kilodan 20 kilogacha vес tashlasangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. To'rtinchisi, to'g'ri ovqatlanish, beshinchisi, stresslardan uzoq bo'lish, oltinchisi, vaqtida uxlash. Men nima uchun bularni sizlarga uncha kuyuntirib tushuntiryapman? Azizlarim, men sizlarga savol bermoqchiman. Menga semirishni 10 ta foydali tomonini, ya'ni inson semirib ketsa nimaga foyda? 10 ta foydali tomonini iltimos kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Aytgancha, agar sizda prostata va prostata bezi kasalliklari bo'lgan bo'lsa, undan qanday forig' bo'lganingiz haqida ham albatta kommentariyaga yozib keting. Chunki siz yozganingiz kimgadir foyda yoki yordam bo'lishi mumkin yoki kimdir uyalib boshqa qilayotgan bo'lsa, siz yozganingizni, siz boshingizni o'tkazganingizni eshitib, darhol o'zining sog'lig'iga befarq bo'lmay, borib shifokorlarga ko'rinishi mumkin. Hozir top 5 ta preparat aytaman. Ushbu preparatlarni shifokorning maslahatisiz qo'llash mumkin emas. Birinchi aytadigan preparatimiz juda ko'pchilik biladi, bu Vitapros preparati. Buni bir kunda bir mahal ichadi 18 yoshdan boshlab, 25-30 yoshgacha, 25-30 yoshdan keyin bittadan 2 mahal ham ichsa bo'ladi. Prostata bezi preparatlari sal uzoqroq ichiladi, ya'ni 21 kundan ziyodroq ichiladi. Asorat va simptomlarni ham yetish uchun. Ikkinchi top preparatimiz bu Tamsulazin. Buni juda ko'pchilik biladi, Tamsul deyshadi. 4 grammdan chiqadi.
Buni bittadan bir mahal ichadi 18 yoshdan kattalarga tavsiya qilinadi. Nima uchun 18 yoshdan kattalarga deyapman? Sizlar har qanaqa dorining instruksiyasida uni nimasi bor, ta'sir mexanizmi bor, yoshi bor, boshqa hujayraga yaxshi ta'sir qilsa va protivopokazaniya nojo'ya ta'siri ham bor. Shuning uchun 18 yoshdan katta bolalarga ushbu preparatlar shu nasnacheniyada qilinadi. Uchinchi aytadigan preparatimiz duosterid. Aytgancha tamsulazin ichgan vaqtingizda, ya'ni tamsul ushlanayotgan vaqtingizda bo'shamay qo'yishingiz mumkin. Ya'ni sizda sperma chiqmasligi mumkin. Ya'ni retrogradniya bo'lishi mumkin. U uqa qarab ketib qolishi mumkin va siz peshob qilayotganingizda peshobingizga qo'shilib spermatozoidlaringiz, ya'ni spermangiz chiqib ketishi mumkin. To'rtinchi aytadigan preparatimiz duosterid preparati 0.5 grammdan chiqadi. Bittadan bir mahal ichiladi. 18 yoshdan kattalarga ichiladi. 25 yoshdan katta insonlar prostatit yoki doimiy prostata bezi dumlanishi shu kabi oqibatlar bo'lsa, 2 mahal 5-10 kun ichilib, keyin bir mahal yana ma'lum bir vaqtgacha doktor bilan maslahat qilgan holda. Uchinchi aytadigan dorimiz, agar sizga mana hozir sanab o'tganimiz prostataga Vitaprost, tamsulazin, duosterid yoki bo'lmasam menga aytadigan preparatimiz Duodart. Duodart tarkibi tamsulazin va duosterid ikkita preparat bitta bo'lgan. Buni bittadan bir mahal ichiladi. Buni xronический prostatit, adenoma prostatasi, доброкачественная giperplaziya prostatatniy железы yoki sizda doimiy siydik va siydik chiqarish a'zolar patologiyasi, sahr holatlarida ko'p siyishda juda yaxshi qo'llaniladi, proba bilan ichiladi, boshqa qilinadi. Albatta buni ham uzoq vaqt ichiladi. Endi hozirda xalqqa manzur bo'lib kelayotgan bu Prostamol Uno 5-preparat. Bu ham bittadan bir mahal ichiladi. Buni 2 mahal ichib bo'lmaydi. Yurakda o'ynatib yuborishi mumkin. 2 mahal ichilsa, shuning uchun ehtiyot bo'lib ichiladi. Xo'p, azizlar, bugungi berilgan mavzu sizlarga ma'qul keldi deb o'ylayman. Shuning uchun albatta aytgan narsalarni eshitib, borib shifokor bilan maslahat qilgan holda to'g'ri tatbiq qiling, chunki sog'liq bir marta yo'qolsa $1 million tiklanmaydi. Men bu videoni darslik video sifatida sizlarga taqdim qildim. Shuning uchun albatta har qanaqa dorini ichishdan oldin shifokor bilan maslahat qilinadi. Birinchisi, ikkinchisi dorining instruksiyasini o'qiladi. Uchinchisi, sizga to'g'ri tashxis qo'yib olish kerak. UZI, TRUZI, yoshingiz 40 dan o'tgan bo'lsa prostata bezi analizi yoki bo'lmasam boyaga sharoit qilib Mirs yoki Myers analizlarini topshirilgan holda sizda qanaqa kasallik borligini aniqlab, keyin dori-darmon qilgan ma'qul. Ko'rona o'zingizning sog'lig'ingizga befarq bo'lib unaqa ishlar qilmang. Bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Prostata bezi ikkinchi video albatta sizlarga manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Boyagi gapimni yana qaytaraman. Menga semizlikda 10 ta yaxshi tarafini sanab beringlar. Agar 10 ta yaxshi tarafini sanab bergan inson bo'ladigan bo'lsa, biz agar nima qilsa hattoki rag'batlantirishimiz ham mumkin. Kuninglar xayrli va barakotli o'tsin. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad bo'ldi. Yana YouTube olamlarida ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'linglar.